Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan o'tganlarni xotirlab ko'rsatuvimiz davomida gidrometallurgiya zavodida ko'p yillar mehnat faoliyatini olib borgan, ayni shu damlarda, shu yillarda tumanimizning nuroniy jamg'armasining faol nuroniysi sobiq Rahmonov Kenjaboy Farmonovich to'g'rilarida suhbat olib boramiz. Marhamat, tinglang. Azizlar, Rahmonov Kenjaboy Farmonovich afsuski bugungi kunda oramizda yo'qdirlar. U kishi 1964-yilning 20-noyabr oyida ko'hna va go'zal shahar Andijon viloyatining Izboskan tumanida Yangi qishloqdagi Qaymoq mahallasida dunyoga kelganlar. Otalari Farmon Rahmonov, onalari Ominaxon ayajonlardirlar. Dinga e'tiqodli, ilmli, odobli, go'zal xulqli bu ota-onalarni 7 nafar farzandlari bo'lgan ekan. Ular bir-birlari bilan ittifoq va to'g'ri so'z yigitlar bo'lishgan ekanlar. Ming afsuslar bo'lsinki, 7 nafar o'g'illaridan 3 nafar o'g'illari hozirgi kunda bu yorug' dunyoni tark etganlar. Ne'monjon aka ertaroq, Valijon aka 23-yilda, kenja o'g'illari, ya'ni Kenjaboy aka Rahmonov 26-yilning 20-fevral oyida, ya'ni Ramazon ro'za oy kunlarining muborak juma kunida bu yorug' dunyoni tark etganlar. Kenjaboy aka oilada kenjatoy o'g'il bo'lganlar. Kenjaboy akaning o'zlarining farzandlari esa 3 o'g'il va 2 qizdan iborat. Bu farzandlarni barchalarini joni omonda, umr yo'llari uzundan uzoq bo'lsin deb Allohdan so'raymiz. Kenjaboy akaning birinchi ayollaridan 4 farzandlari dunyoga kelgan. Afsuski, mana shu 4 farzandni dunyoga keltirib, voyaga yetkazgan mo'tabar onajonlari ham 47 yoshda, ya'ni 2015-yilda dunyodan o'tganlar. Shuning ismlari Rahmonova Gulsaraxon singlimiz. Kenjaboy akaning otalarini, onalarini, 2 jigarlarini va o'zlarini aytib o'tamiz. Ularni joylari jannatda bo'lsin. Endi Kenjaboy akaning o'z oilalariga qaytsak, yana rafiqalari Rahmonova Gulsara singlimiz ham afsuski 47 yoshlarida 2015-yilda bu dunyoni tark etdilar. Ularning bolalari, 4 nafar bolalari umrlarini uzoq qilsin deb Allohdan so'raymiz. Bu dunyoni tark etganlarni joylari jannatda bo'lsin. Afsuski endi oramizda ular yo'qdirlar. Birinchi ayollaridan 4 farzandlari bor. Hozirgi ikkinchi ayollaridan 1 farzandlari, jami 5 farzandlari bor. Mana shu farzandlarning hamisha umrlari uzoq, ko'ngillari sog', dinlari omon bo'lsin. Kenjaboy akaning qabrlari nurga to'lsin. Bu farzandlarni barchasini joni omonda, umr yo'llari uzundan uzun bo'lsin deb Allohdan so'raymiz. 4 farzandni dunyoga keltirib, voyaga yetkazgan mo'tabar onajonlari afsuski bugungi kunda oramizda o'sha ham yo'qdirlar. 47 yoshlarida 2015-yilda Rahmonova Gulsara singlimiz ham bu dunyoni tark etadilar. Azizlar,
Endi shuni aytib o'tishimiz kerakki, Kenjaboy akaning omonatlari, ya'ni ikkinchi ayollari Ziyodaxonning umrlari ziyoda bo'lib, uzoqdan uzoq bo'lib umr ko'rsinlar. 5 farzandga ham ota, ham onalik qilib, ularni, nabiralarni to'ylarida, ularning nikoh to'ylarida ko'rish Ziyodaxonga nasib etsin.